Yashnobod tumani, Farg'ona yo'li yuzida birinchi liniyada 3 sotuv maydonga ega joyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Narxi top. Ancha vaqt ishlab chiqarishga foydalanilgan sex bo'lib ishlagan o'rtoqlar. Ichkarisi 9 ta xonadan iborat. Juda ham katta pomesheniyaga ega o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar. Alohida e'tiborga loyiq olgan odamlar hattoki buzmasdan turib buni ishlatib olsanglar ham bo'ladi. Hovlimizning etek tarafi hozirgi kunda kladovka qilib ishlatishyapti. Bu yerda yana дополнительный xonamiz. Koridorning sistemada qilingan, chunki fasadimiz 10 ga 30 hajmga ega bo'lganligi sababli shunaqa formatda foydalanishgan. Juda ham ixchamgina, kompaktni qilib qurib qo'yishgan o'rtoqlar. Bu yerda kuxni garniturlar, oshxonamiz, zona oddixali. Bu yerda bo'lsa hovlimiz. Obyektimizning oldi tarafida kichkinagina do'konchamiz mavjud o'rtoqlar. Hozirgi kunda xo'savar qilib foydalanishyapti. Bu ham yurib turgan diffresh biznesimiz. Buni ham inobatga olasizlar degan umiddamiz. Hozirgi kunda juda ham востребованный joyimiz, topoy lokatsiya, Farg'ona yo'lida birinchi liniyada joylashgan 3 sotuv maydonga ega. Boya aytganimizdek 10 ga 30 hajmga ega joyimiz narxi 200 ming AQSh dollari belgilandi. Yana bonusiga yonimizdagi qo'shnimiz ham o'zini joylarida sotyaptilar. U ham 3 sotuv maydonga ega 165 ming AQSh dollari belgilandi. Agar umumiy oladigan bo'lsangiz 6 sotuv maydonga ega umumiy narxi 365 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Oxirgi paytda eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.